Uy remont qilayotganlarni 80% ni qiynaydigan savol: uyimga radiator o'rnatsam yaxshimi yoki to'pli pol? Keling shuni birgalikda ko'rib chiqamiz. To'pli poldan odatda polni iliq holatda ushlashda foydalaniladi va bu o'ziga yarasha komfort beradi. Shu bilan birgalikda uydagi issiqlikni bir xilda taqsimlanishini ta'minlab beradi. Yana bir afzalligi, uy interyer dizayniga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Past darajadagi issiqlik bilan ishlaganligi uchun kam energiya sarflaydi va bu arzon degani. Eng asosiysi, qishning sovuq kunlarida bolalar polda o'ynasa ham shamollab qolishmaydi. Radiatorlar esa azaldan uy isitishidagi asosiy vositalardan biri hisoblanadi va hozirgi kunda ham aksariyat xonadonlar radiatorlar yordamida isitiladi. Radiatorlarning asosiy afzalligi o'rnatish va montaj jarayoni oson va narxi arzon. Radiator tez qiziydi va shuning hisobiga xona haroratini tezda isitadi. Radiatorda tanlov imkoniyati keng, shundan kelib chiqib, xonangizga mos dizayndagi radiatorlarni tanlashingiz mumkin. Endi uyingiz uchun qaysi biri yaxshi? Men sizga maslahat berardim, radiator va to'pli polni kombinatsiya qilingan holatda o'rnatishlikni. Chunki radiator xona haroratini issiq tutib turadi, to'pli pol esa sizga komfort beradi. Siz qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring va bu biz uchun qiziq.